Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar sayfimizga xush keldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. Bir 1965 yili 6 ayning 14 kuni bir umr vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Altay nashriyoti 1940-yillarning 2-yarmida Sharqiy Turkistonning siyosiy, ijtimoiy va madaniyat sohalarida haqiqatan muhim rollarni o'ynagan edi. Muhammad Emin Bug'ro siyosiy hayotim nomli biografik yozmasida o'zlarining 1945-yili 10-oyda vatanga qaytgandan keyin aslida bir millatchi partiya qurmoqchi bo'lganligini, ammo shart sharoitning yor bermaganligi sababli Altay nashriyoti nomida bir ijtimoiy va madaniyat tashkiloti ta'sis qilganligini, shundaqla uni kelgusida qurilg'usi millatchi partiyaning asosi qilmoqchi bo'lganligini tilga olgan. Darvaqa Altay nashriyoti 1946-yilning o'ttirlarida qonunliq bir ijtimoiy tashkilot sifatida o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, ammo uning nashriyotchilik va matbuot tarixi 3 apandilar tarafidan 1930-yillardagi Kuomintang hokimiyatining poytaxti Nanjingda boshlangan edi. Şunu Aysa Yusuf Aliptekin 1948-yili 7-ayning 1-kuni Altay nashriyoti qurilganligining 2 yilligini xotirlash munosabati bilan Xinjiang gazetida e'lon qilgan dokladida biz Altayning bosh idorasini 1934-yili 1-oyda Nankinda qurgan edik deydi. Amerikadagi mustaqil tadqiqotchi Taran Uyg'ur apandining ta'kidlashicha, Altay nashriyati bir ijtimoiy tashkilot sifatida o'tirg'i chiqib, turk millatchilarining o'zining siyosiy g'oyasini o'tirib qo'ydigan, o'zining mafkurasi uchun turli faoliyatlarni olib boradigan, eng muhimi yoshlarni turkchilik ro'yi bilan tarbiyalaydigan bir munbarga aylangan. Eng avval Altay nashriyati bir nashriyat sifati bilan o'zining 10 adam ishlaydigan zamonaviy bir bosimxonasiga ega bo'lgan. Mana bu o'zallikdan faqatla turk millatchilari foydalanib qolmasdan, hatto ilmiy inqilobchilar o'zining tashviqot materiallarni besish va tarqitish jihatda keng foydalangan. Altay nashriyati bundan burun nashr qilinib kelayotgan Altay majmuasiga o'xshash jurnallarni davomli taqtishdan boshqa yana eng muhimi har kezdiga o'xshash avval haftada bir son, keyin haftada bir qancha son, eng oxirida 49-yillarga kelganda bo'lsa kundalik gazetga aylangan, o'zining tiraji shundaqla ijtimoiy va siyosiy ta'sir jihatdan nihoyatda muhim o'rin tutgan gazetlarni vujudga keltirishga boshlagan. Turkiya Agay Universiteti Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Olimjon Inoyat Efendi Altay nashriyoti qurilishi bilanla Altay nomliq ilgaridan nashr qilinib kelgan majmua bilan Arik nomliq haftalik gazetni o'zining eng muhim ikki qonali qilganligini ta'kidlaydi. Altay nashriyati qurilgandan keyin Ürümçide Altay majmuasi, ya'ni Altay jurnali degan nom bilan bir jurnal chiqarishga boshlagan. Altay nashriyati bunun bilan birga yana 1947-yili Erk nomli bir gazetni chiqargan. 3 apandilar bu jurnal va gazetlar orqali xalqimizga siyosiy va milliy tarbiya berishga tirishgan. Altay nashriyoti qurilgandan keyin matbuotchilik bilan bir vaqtda yana kutubxonachilik ishlarini faol rivojlantirgan. Taran Uyg'ur apandining ta'kidlashicha, bundan boshqa yana vatan ichi va sirtida nashr qilingan ko'p sondagi muhim asarlar to'plangan Qutatqu bilik kutubxonasimi dal Altay nashriyati tomonidan qurib chiqilgan va yoshlarning kitobga bo'lgan ehtiyojini, bilimga bo'lgan ehtiyojini qondirishda nihoyatda muhim rol o'ynagan deb qarayman. 1947-yili Altay nashriyoti o'z tarixidagi eng gullangan bir davrni kutib olgan.
Nashriyat qarmog'ida bilim turkumi nomli bir ilmiy komitet qurilib, Muhammad Amin Bug'ra ilmiy yetakchi bo'lgan. Bilim turkumi konferans bölümü, edebiyat bölümü ve tarix coğrafya bölümüden ibaret 3 ilmiy bölümge ayrılgan. Konferans bölümüge Polat Qadiri bilen İbrahim Muti, edebiyat bölümüge Abdurrahim Ötkür bilen Çingizxan Damullam, tarix coğrafya bölümüge Hazretim bilen Polat Qadiri mas'ul bo'lgan. Bilim turkumining qarmog'ida dernek nomli munbar qurilib, qararlik doklad va leksiyalar berilishga boshlagan. Taran Uyg'ur apandi dernekning o'z davridagi bilimga intilayotgan yoshlar uchun qimmati mo'ljarligisiz muhim munbarga aylanganligini ta'kidlaydi. Bundan başqa 1947 yıldan başlap Altay Nashriyati qarmog'ida tarix tadqiqot ilmiy jamiyati qurilgan va bu jamiyatning tashabbusi bilan dernek nomida oylik leksiya va konferensiyalar o'rlashtirilib, ayni vaqtda ziyolilarning o'zi tonish bo'lgan yoki o'zi qiziqqan sohalar bo'yicha leksiya berish, xalqni va ziyolilarni bu jihatdan muhim bilimlarga ega qilib, ilmiy almashtirish berish uchun muhim bir so'rin hozirlab bergan. Professor Olimjon Inoyatning ilgari surishicha, Altay nashriyatining har sohalar bo'yicha elib berayotgan bir qator faoliyatlari va ilmiy siyosiy chiqarmalari millatparvarlik ro'yiga ega Uyg'ur yoshlarini qanchalik xo'shallantirsa, Gomindang o'ng qanot millatchilari bilan Rus kommunistlarini shunchalik bearam qilgan. Altay nashriyati targ'ib qilgan millatchilik ideologiyasi ham Xitoylarni ham Ruslarni qattiq bearam qilgan. 1940 yillarning ikkinchi yarmidagi Sharqi Turkistonning siyosiy ideologiya sohasida ili inqilobchilarini markaz qilgan Sovetlar ittifoqiga va kommunizmga moyil guruh bilan 3 apandilarni markaz qilgan turk millatchilari guruhi o'ttirsida jiddiy tortishmalar o'ttirg'i chiqqan edi. Taran Uyg'ur apandining ilgari surishicha, Altay Nashriyati o'zininki ijtimoiy, ilmiy, shundoqla siyosiy sohadagi bir qator muhim xizmatlar bilan o'zininki tarafdorlari tarafidan olqishlanib qolmasdan, balki ilmiy inqilobchilarning ma'lum darajada muayyanlashtirishiga erishgan. Masalan, Ahmadjon Qosim apandi birlashma hukumat qurilgan dastlabki mezgillarda toki bitim buzilg'uchi bo'lgan oraliqda Altay Nashriyatiga o'lkalik hukumat nomidan iqtisodiy jihatdan yordam berib turgan, hatto bir qancha qitim o'zi shaxsan ziyorat qilib Altay Nashriyatidagi ish xizmatchilarini yo'qlagan. Turk millatchilari shundoqla inqilobchilarninki amaliyotda vatanninki adoqqa maqsadi bo'lgan mustaqillikda bir yo'ldagi kishilar ekanligini ifodalab, ularga ro'yi jihatdan madad bergan. Çingizxan Damullam 1948-yili 5-dekabr kunidagi Arik gazetida e'lon qilgan bosh maqolasida matbuot bizning birdan-bir qurolimizdir deb yozgan edi. Darvaqa keyingi yillarda Altay nashriyati butun imkoniyatlari bilan matbuotchilik ishlarini kengaytirishga va texmi zo'r ko'lam hosil qilishga tirishgan. Olimjon Inoyat apandining ta'kidlashicha, Şu devirde Altay Mecmuası ve Erk Geziti bilen birlikte 1946 yılı Xan Tengri Jurnali, 1948 yılı Kurban Koday tarafından Yalqın Geziti, 1949 yılı yana Kurban Koday tarafından Uçkun Geziti neşir kılıngan. Bulardan Xan Tengri Jurnali Tayvan'da Abdullah Timen tarafından yakın yıllar kadar neşir kılıngan. Bu jurnallar ve gezitlerimi milletçilik ideyasını asas kılgan. Bu jurnallarning tiliga qaraydigan bo'lsak, Uyg'urcha bilan Turkiya turkchasining aralash ishlatilganligini ko'ramiz. Altay nashriyati Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonga qarab besib kelishi bilan 1949-yili 9-oyda taqilib qolgan. Taran Uyg'ur apandining ta'kidlashicha, Altay nashriyatining matbuotchilik sohasidagi buyuk xizmatlaridan boshqa yana bir eng muhim to'pisi Sharqi Turkistonda bir avlod turkchilik mafkurasiga ega millatchi yosh sarxillarni tarbiyalab yetishtirganligida ekan. Altay Nashriyati 1940 yılının o'ttirdan tatib toki oxirigacha Sharq Turkistonda turkchilik ideyasidagi bir turkum yosh va ixtisoslik ziyolilarni tarbiyalab chiqishda, shunaqla Sharq Turkistonda turkchilik, turk millatchiligi iqmini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan deb qarayman. Altay Nashriyati nashr qilgan gazet, jurnal va kitoblardagi mo'l, ko'p taraflamilik, siyosiy ideologik kuchlik, shunaqla fikrini aytib o'tkir bo'lgan mazmunlar ayni davrda bir turkum yoshlarni turkchilik ideyasi bilan tarbiyalab chiqdi. Shundan bir vaqtda Altay Nashriyati
jamiyati ayni davrdagi bir turkum o't yurak Uyg'ur millatparvarlarga shundaqla tabiiy talanti bor ijodkor yozuvchilarga o'ziniki talantini joriy qildirish, o'z ijodiyatlarini xalq bilan yuz ko'rsatishga bir fursat hozirlab berdi. Buning natijasida jamiyatning har qaysi sohalarida, bo'libmi adabiyot sohasida bir turkum yosh yozuvchi va shoirlar yetishib chiqdi, xalqqa tanildi, shundaqla o'z sohasida e'tirof qilishga erishdi. Eng muhimi ana shu ziyolilardan bir turkumi o'zininki qimmati, ahamiyati, talanti va rolini keyingi chorak asrgacha davomlashtirib, bo'libmi 80-yillardan keyingi Uyg'ur jamiyatininki qaytadan uyg'onishi, o'zining milliy kimligini qaytadan tiklashi, bo'libmi milliy mustaqillik ideyasininki qaytadan bix urishiga alohida zo'r tuhfalarni qo'shdi deb qarayman. Olimjon Inoyat apandimi Oltoy nashriyoti atrofida bir turkum millatchi yoshlar va ziyolilarning to'planganligini ilgari surdi. Altay Nəşriyyatı ətrafında nurgun milletçi yaşlar ve ziyaliler toplangan. Vahalanki Oltoy nashriyoti atrofida yetishib chiqqan bir avlod Uyg'ur sarxillari 1949-yili kommunist Xitoyning Sharqi Turkistonga bostirib kirishi bilan o'xshamagan taqdir va qismatlarni yashashga majbur bo'lgan edi. Taran Uyg'ur apandi kommunist Xitoy ishg'oliyati mazgilda hijrat yo'lini tanlagan yoki vatanda qilishni qaror qilgan bir avlod millatchi sarxillarning keyingi ochiq kashmishlari bilan qoldirib ketgan ilmiy, adabiy amgaklari haqida ma'lumot berib o'tdi. Yani şu Altay Nasriyatining yetişip çıkan ziyolilardan Xevir Tümür, Abdurrahim Ötkör, Hacı Yakup Anat, İbrahim Mutiyi, Sattar Makbul Çoban yani Sattar Bulbul, Polat Kadir Turpani, Abdullah Timen, Kurban Kudayi ve Abdülaziz Çingizhan Damullah qatorliqlarni sanab o'tish mumkin. Hemen şu ziyolilarimiz 1949-yildagi Komünist Xitoy ishg'oliyati orqasida hijratga chiqish yoki vatan taklif qilishdan iborat nihoyatda mushkul bo'lgan bir talashqa duch keldi. Shundaqla o'z talashlariga ko'ra o'xshamagan qismatlarga duchor bo'ldi. Masalan, vatanda qilib qolgan ziyolilardan Abdurrahim Ötkör, Xevir Tümür, Hacı Yakup Anat va İbrahim Mutiy qatorliq kishilarimiz uzun mezgilda kommunist Xitoyniki turmusida yetib, keyingi nihoyatda qisqa bir mezgilda o'zining talantini joriy qildirib, fursatni chin tutib, Sharq Turkiston xalqininki ma'naviyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Bulardan Sattar Makbul Chobani, yana Sattar Bulbul, Polat Qadir Turpani qatorliq kishilar ijroga chiqishni tanlagan bo'ldi va ijroda Sharq Turkiston milliy da'vosining taraqqiyotiga o'zining tegishli ulushini qo'shdi. Bu ziyolilarimiz ichida eng ichinishli qismatga duchor bo'lgani albatta Qurban Quday va Abdulaziz Chingizhan Damullamdan iborat. Chunki bu ikki iste'dod egisi 10 yildan beri yechilmagan yoshlik paytida kommunist Xitoy tarafidan vakillarcha qatl qilindi. Qadrlik radio anglag'uvchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxsiyat Muhammad Amin Bug'ra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 45-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uvchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.